Xayrli kun aziz kuzatuvchilar. Mersimiz katalizatorini yechgan edik. Chek chirog'i yongan. Kompyuter orqali o'chirsa yana yonadi. Короче, bezovta bo'lgan klientlar mashina qaltirab yurgan, lekin yurgan mashina normal yurgan. 100-120 tortyapti deyapti, lekin mehmonlar bular. Xo'sh, katalizatori erib ketgan, sajvi filtrga oqib tushgan, sajvi filtr ham eritgan, mana ko'rasizlar. Buni prosta klientni ko'rish uchun, mijozlarga video bo'lish uchun ham yuvib qo'ydik prosta. Mana shunaqa pramka bo'ladi. Mobodo sizlarda ham mashinalar katalizatori bo'g'ilgan, qiynalgan, qaltiragan bo'lsa, pramkaga kelinglar, Olim Masterga aloqaga chiqinglar, podpiska qilib qo'yinglar Instagram orqali Olim chiziqcha master. Xo'sh, chiroyli obzorlar bo'lib turadi, ko'rib o'zlaringiz xulosa chiqarasizlar. Buni katalizatorini ham ko'rsatamiz. Katalizator ashi erib ketgan mana. Katalizator erib yarim oqib sajvi filtrga tushgan, sajvi filtr ham erib ketgan. O sajvi filtr erimaydi, faqat tiqiladi, pramka qilsa yuraveradi uni. Endi pramkadan chiqmaydi уже. Bularning o'rniga endi yangi katalizator, yangi sajvi filtr qo'yiladi, xullas kalom. Bachoklarni tozalanadi, o'chak ichiga yangi sajvi filtr bo'ladi. Sariq esa katalizator bo'ladi. Ikkalasini ham joy-joyiga o'rnatib, yangi qilib topshiramiz. Mijozga xudo xolasa yoqadi. Podpisatsiya qilib qo'ysalaringiz chiroyli obzorlar bo'lib turadi, kuzatib borasizlar, xulosalar o'zingizdan.